Hurmatli iz bosgan bugun YouTube kanali kuzatuvchilari, bilasiz, sizni o'zimga yaqin olganim uchun eng yaxshi narsalarni, sara narsalarni tavsiyasini bergim keladi. Odam o'ziga yoqqan narsani tavsiyasini bersa, shunda menimcha manfaatli, hammaga yaxshi qulay bo'ladi. Bugun Andijonda iz bosganida Komsomolga ketayotganda Atlas fabrikani bilasiz, aka-uka Mamajonovlardan o'tganimizdan keyin, ya'ni oralig'ida. Ko'rib turganingizdek, bu yerda shodlik, qaymoqli nonlari bor. Qaymoqlik, undan tashqari yog'li nonlar bor. Biz nomerlarni qoldiramiz. Aynan shu nomerga ham telefon qilsangiz bo'laveradi. Qani bismillah, kelamiz. Ko'rib turganingizdek, soatimiz hozir 17:00 bo'lishiga qaramasdan tandirlar to'xtamasdan ishlayapti. Lekin bilasiz, o'zi asli kechga yaqin tandirlar to'xtash kerak. Chunki u bozor bilan ishlaydigan bo'lsa, bu yerda do'konlar bilan, tadbirkorlar bilan ishlagani uchun, ob'yom kattaligi uchun shunaqangi to'xtamasdan 4 ta tandir ishlab turar ekan. Ertalab soat 9 dan boshlanar ekan, kechqurunga qadar bemalol ishlashingiz mumkin. Qarang, nonlarni go'zalligini. U juda issiq ekan non. Juda ham shirin, juda ham mazali. Undan tashqari bu yerda 2 xil non yopiladi. Bunisi qaymoqli non bo'ladigan bo'lsa, bunisi qanaqa edi? Bu qanaqa? Yog'li non. Bunisi yog'li non. Mana ko'rib turganingizdek, menimcha bu nonlar juda ham shirin, dasturxonga qo'ysangiz ham yaxshi bo'ladi. U tadbirkorlarga ham qulay. Buni ikkitadan salafanga solib turib sotadigan bo'lsangiz ham oladigan odam kechqurunda ham juda ham ko'plab odam oladi. Shaxsan men o'zim ham non esimizdan chiqib qoladigan bo'lsa, chiroyli non bo'lsa, bemalol olib kirib ketaman. Hech bo'lmaganda 4 ta olib kirib ketiladi. Ko'rib turganingizdek, hamma tandirlar ishlayapti. Undan ham ko'zingiz oldida mana aynan xuddi shu yerda ishlov jarayonlari bo'ladi. Nonlarni bitta ko'rsatib qo'ying. Mana shu bitta mashinani haqiqatda ko'rsatib qo'ying, mana qarang. Pish jarayoni va juda ham bo'lakcha, qip-qizil holatda bo'ladi. Undan ham yana bitta muhim eslatmani aytamiz. Bu tadbirkor, boshqa tadbirkorlarni ham hurmat qilamiz ishlarini, lekin aynan xuddi shu tadbirkor iz bosganga aynan xuddi shu nonlarning ko'rinishlarini birinchi bo'lib olib kirgan. Hozirgi kunda bunaqa ko'rinishlar ko'payib ketdi, lekin ichidagi retsepti, mazasi bo'yicha baribir ozgina bo'lsa ham farqi bor. Buni eslatib o'tamiz. Shuning uchun shu yerdan olishingizni tavsiyasini beramiz. Undan tashqari bu lokatsiya sizga uzoqlik qilayotgan bo'lsa, bularda 8 tami, 10 tami yana savdo shoxobchasi bor ekan. Buni Telegram kanalimizda lokatsiyalari bilan to'liq videosini ham qilganmiz. Instagramda ko'rsangiz bo'ladi. Telegram orqali lokatsiyasini biriktirib qo'yganmiz. Har bitta joyga SS ustiga to'g'ridan-to'g'ri o'sha do'konga olib boradigan lokatsiyalar biriktirilgan. Bemalol aloqaga chiqib, to'y qilayotganlar, marosimlar qilayotganlar aytadigan bo'lsa, bemalol olib borib berish xizmatlari ham bor. Aloqaga chiqing. Lokatsiyani aytdik, nomerdan aytdik, eng yaxshiligini tavsiyasini beryapmiz, arzonligini tavsiyasini beryapmiz. Undan ham muammo bo'lmaydi ob'yomda. Sababi doimiy ishlashgani uchun yetmay qoldi degan narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Aloqaga chiqib, bizni kuzatishda davom eting. Bu videoni to'liq qilib berayotganimizning sababi siz chetda turib yaxshi nonni havasini qilgansiz, lekin qayerda to'liq manzil, lokatsiya, undan tashqari retseptlarni bilmayotdingiz. Shu video aynan siz uchun. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Undan tashqari o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, sababi siz uchun erinmasdan video qilyapmiz. Albatta kuzatishda davom eting.